Oshxonaga 7-kvartalda bilasizlar, Yunusobod rezidens tushgan. Ma'mutda oldingi 26-poliklinika, hozir bilmayman necha bo'lgan. Shunda orqasida 3 xona yevro remont ichida narsalar bilan uy chiqibdi. Xo'p, Ma'mut podyezddan kirish bilan stroyniy shkaflari bor. Mana mamyo spalniy, mana ko'rsatmamyolarni. Mana konditsioner, parda tayyor, kiyim-kechakni olib kelasizlar, shundoq qilib yashaysizlar, maza qilib ikkinchi etaj. Xo'sh, endi mana mamyoda o'zini mana vannalari, mana stiralkalarigacha mana qo'yib qo'yibdi. Mendan keyin odam ishlatsin, baraka topsin. Mana Ma'mut detskiy xona. Tomon mana remontlari bir jab akkuratniy, приятный bo'lgan. Xo'sh, endi tualeti mana alohida ekan mamyoda. Mana. Xo'sh, oshxona mamyo. Mana oynani shunday ochsangiz, poliklinika ko'rib turadi. Ishingizga tushmasin-u, lekin bundan hey, desanglar o'sha yerdan retsept yozib, analiz ham qo'yib beradi. Boshim og'riyotsa, analiz chiqindi o'radi. Xullas, mana menimiz zal 5 ga 6 katta keng zal, mana bunaqa kojinniy divan, konditsioner ahamiyat bergan bo'lsangiz, почти hamma xonada bor. Xo'p, kvadrati 72 kvadrat. Mana shu ko'rgan hamma narsalar qoladi. Kaltini sirasiz notariusga berishadi. Narxi 83 ming. Bo'ldi, tamom.